Ronaldoning zigzag yozuvi 2014-yilda rosa moda bo'lgandi, lekin bu bir moda emas desam ishonasizmi? Chunki 2014-yilda ispaniyalik 10 oylik bolakay miya amaliyoti olish kerak bo'ladi, lekin amaliyotning narxi 84 ming yevro edi. Ota-onasining maoshi yetmagani uchun Ronaldoga maktub yozishadi. Faqatgina bitta futbolkani sovg'a qil deya. Lekin Ronaldo faqatgina futbolkasini emas, butsasi va bir maktub yozadi. Maktubning ichida esa bir chek, pastiga xohlagan raqamingni yozib ol degan yozuv ham bor edi. Buning orqasidan tezda amaliyot bajariladi, lekin amaliyotdan so'ng bolakayning bir tarafida zigzag yozuv qolib ketadi va buning orqasidan Ronaldoda ham zigzag yozuvi paydo bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz, Ronaldo bu bolakayni orqasidan zigzag yozdirgan bo'lishi mumkinmi? Ammo Ronaldo intervyulardan birida aytishicha, bir insonni qiyin vaziyatida yordam berish qo'lingizdan keladigan bo'lsa, yordam bering degandi. Ha do'stlar, agarda yuksalmoqchi bo'lsangiz, Harvard metodi kitobi aynan siz uchun do'stlar. Ba'zi bir ko'zga ko'rinmas fundamental xatolar uchun do'stlar eng zo'r tanlov. Agarda kitob zarur bo'lsa, Caliber Books nashriyotiga murojaat qiling. Salomat bo'ling.